Rossiyadagi maktabda pichoqbozlik qurboni bo'lgan 4-sinf o'quvchisi tojikistonlik 10 yashar Qobiljon Aliyev shunchaki fojia qurboni emas. U bugungi Rossiyaning ta'bir joiz bo'lsa, millatchilikka qarshimiz degan da'vo bilan ana shu niqob ostida dunyoga yuzilayotgan, go'yo narsistlarga qarshi chiqayotgan Rossiyaning qora yuzi. Uning bugungi basharasini ochib bergan qurbon. U imperialistik ruhdagi qarashlarning, imperializm g'oyalari bilan dunyoga jarang sochayotgan, kerak bo'lsa Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston yerlarini tortiq qilganmiz. Bu xalqlar aslida tarixan bo'lmagan degan da'volar bilan chiqayotganlarning qora yuzi, ularning fojiasi. Kerak bo'lsa o'z mamlakatidagi korrupsiyaning, ishsizlikning, nepotizmning, siyosiy boshqaruvning qora yuzi, fojiasi. Agar uning o'limida kimdir aybdor, qotil bo'lsa, men sanaganlarimning hammasi aybdor, hammasi qotil. Albatta, ish izlab dunyoning chekka-chekkalariga, jumladan Rossiyaga ketayotganlarni to'g'ri tushunamiz. Ro'zg'or, oila, bola chaqa tashvishi, orzu-havas degandek. Lekin iloji bo'lsa, bormang. Borsangiz, eng kamida farzandlaringizni olib bormang. Qobiljon o'rnida boshqa millat bolasi ham, xususan o'zbek bolasi ham bo'lishi mumkin edi va ertaga bo'lmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Qobiljon hammamizning fojiamiz.